Kuydirgi inson va hayvonlar uchun xavfli yuqumli kasallikdir. So'nggi yillarda O'zbekistonning ayrim hududlarida chorva orasida kuydirgi holatlari qayd etilgan. Ammo unutmang, bu kasallikning oldini olish sizning qo'lingizda. Xavf omillari. Kuydirgi kasalligi ko'pincha kasal yoki o'lgan hayvon bilan bevosita aloqa, ularning terisi, jun yoki go'shti orqali yuqadi. Ayniqsa, emlanmagan chorva orasida xavf yuqori. Shu sababli har bir chorvador profilaktika qoidalarini bilishi va amal qilishi zarur. Oldini olish chora-tadbirlari. Kuydirgining oldini olish uchun chorva hayvonlarini har yili majburiy emlating. Kasal hayvonni darhol veterinarga xabar bering. O'lik hayvonni ko'mish yoki sotish qat'iyan man etiladi. Ishdan so'ng qo'l, kiyim va asboblarni tozalashni unutmang. Aholining tibbiy savodxonligi va tozalik madaniyati sog'lom turmush tarzining poydevori. Keling, ogohlikni kuchaytiraylik, chorvangizni himoya qiling, o'zingizni va oilangizni asrang. Sog'lom hayot ogohlikdan boshlanadi.